Xo'p, nima uchun Lionel Messi Pushkash sovrinini yuta olmagan? Shu paytgacha Messini hech qaysi goli uchun Pushkash sovrini berilmagan degan savolga javob mana do'stlar. Messi Pushkashdan ham zo'rda, chunki qanaqa qilib o'zi undan zo'r futbolchi bo'lib Pushkash nomidagi sovrinni olish mumkin? Menga javob beringlar, mana kommentariyaga yozib yuboringlar-chi. O'zi Messi tarixda shu bugungacha umuman boshqa futbolchining nomi bilan ataladigan individual sovrin olmagan. Kamiga 2025-yilda Gol plus pas tizimida Lionel Messi birinchi o'rinda, dunyoda tengsiz, tushunyapsizlarmi? Na Kylian Mbappe, na Erling Haaland, na Harry Kane hech qaysi yeta olmadi. Yeta olmaydi ham. Nima deyapti? Oltin to'p deyaptimi? Inter Miami jamoasi bundan 2 yil oldin eng oxirgi o'rinlarda yuradigan loser komanda edi. Eng oxirgi o'rinda. Mana hozir 3 ta kubok olib berdi Messi. 4-si yaqinlashib kelyapti. 7-dekabr ertalab bo'ladi. Ana undan keyin jahon chempioni bo'lsa, 9-oltin to'p. Bitta like bosib tarqatib yuboringlar videoni, onasini emsin.